Kichkina mahallasida joylashgan X-Otuvni mana bunaqangi skazishni uchastkani obzor qilib beramiz. Qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib bitta like bosib qo'ying. Qani ketdi. Ko'rib turibsizlar, hurmatli obunachilar, mana skazishni qilingan, juda ham chiroyli, neobishniy stilda remont qilingan bu uchastkamiz. Hurmatli obunachilar, endi uchastkamizning ichki qismini ko'rib chiqamiz. Qani ketdi. Bu uchastkamiz X-Otuvdan iborat, 6 ta xonadan iborat bo'lib, takoy kompaktniy qilingan, X-Otuvga juda ham chiroyli qilib solingan. Mana ko'rib turibsizlar. Bu yerda garajimiz bor, bu yerda mashina kiradi, bu yerda avtomat tushadigan o'zining oynasi, eshiklari bor va bu yerda ikkita mashina va bu yerda bitta mashina bemalol siqadi. Xohlasangiz bu joyimizni o'zingiz ana tapchallar qo'yib o'tirsangiz ham bo'laveradi. Ko'rib turibsizlar, stili qaysi davlatning stiliga o'xshaydi? Kommentariyada qoldirib ketinglar. Ichkarini ko'rib chiqamiz, qani ketdi do'stlar. Qani, marhamat. Bu kirishimiz bunaqangi chotki qilib, prostorniy qilib, baland qilib qilingan bu uyimiz. Bu tomonimizda как hol hisoblanadi. Xolos zal o'rnida foydalansangiz ham bo'ladi. Bu yerda televizor qo'yiladi va bu yerda